Do'stlar, xudo xolasa 23-avgust 2026 payvandlar boshlangan do'stlar. Mana Eron noklarimizni xudo xolasa Namangandamiz. Bu yilgi ham ko'chatlari bor, keyingi yilgi ham bor. Mana biz O'zbekiston sharoitiga mos keldi. Mazasi quyosh bizda quyoshda nimasi yaxshi oladi. O'shaning sababiga mana quyoshda bo'lgan nimasiga o'ta shirin. Mana biz bularga mana chirinkalarni olib payvandga mana xudo xolasa ko'paytiryapmiz. Ishonchlimi deganlarga xudo xolasa Quvali bog'bon mana xudo xolasa bizni mehnatlar ko'pchilik biladi. Biz bularni chirinkasini olib mana nima qildik. Do'stlar, mana tagi ayvada to'rga besxemada qilingan. Mana noyit holatini ko'ringlar. Ranglari zo'r. Xudo xolasa pishayotganda ham qo'yib boraman. Endi buni maqsad reklama qilish, ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Ya'ni biyilgan payvandga shoxlarini olib nima qilyapmiz? Mana holatini ko'rishlaringiz mumkin. Sariqligi, nimasi? Hali pishgan ancha bor, lekin hosili zo'r. Mana hozir 15 kilodan 20 kilo 4-yoshda mana olgani. Mana biz ular chirinkasini olib borib, mana payvandga olib ketyapmiz. Like bosib, videoni tashlaga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.